Bugun men sizga pensiya oladigan har bir odam uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 18 avgustdan boshlab oldingidek pensiya keladi, borib olaman bo'ldi degan yondashuv endi xavfsiz emas. Chunki to'lov usuli, hujjatlar mosligi, bank kartasi, ishonchnoma, yashash joyi, nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha ma'lumotlar ancha jiddiy tekshiriladigan bo'ladi. Bu gap faqat yosh katta pensionerlarga emas. Nogironlik pensiyasi oladiganlarga, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga, pensiyani bank kartasiga tushirib olayotganlarga, pochta orqali oladiganlarga. Hatto ota-onasining pensiyasini ishonchnoma bilan olib yurgan farzandlarga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmaslik odamni navbatga, ortiqcha yugurga, hatto vaqtincha to'lov to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Men avvalo bitta narsani oddiy qilib aytaman. Pensiya bekor bo'lyapti degan gap yo'q. Hech kim 18 avgustdan hammaning pensiyasi to'xtaydi demayapti. Lekin pensiya to'lovini olish tartibi, ma'lumotlarni tekshirish va xatolarni tuzatish bo'yicha yondashuv o'zgaradi. Oldin ko'p hollarda odam pensiyasini har oy odatdagidek olardi. Pasport muddati o'tganmi? Bank kartasi almashtirilganmi? Ishonchnoma muddati tugaganmi? Yashash joyi bo'yicha ma'lumot yangilanganmi? Bular ba'zan keyinroq aniqlanardi. Endi esa to'lovdan oldin yoki to'lov jarayonida elektron bazalar orqali ko'proq tekshiruv bo'ladi. Masalan, oldin pensioner bank kartasini yo'qotib qo'ysa, 1-2 oy ichida o'zi bankka borib hal qilardi. Endi karta muddati tugagan bo'lsa yoki karta egasining ma'lumotlari pensiya bazasidagi ma'lumot bilan mos kelmasa, pul tushishi kechikishi mumkin. Oldin farzand onasining pensiyasini ishonchnoma bilan olib yurgan bo'lsa, ishonchnoma muddat tugagandan keyin ham ba'zan biror muddat e'tiborsizlik bo'lardi. Endi muddat tugagan zahoti tizim buni ko'rsatishi. Bank yoki to'lov tashkiloti pul berishni rad qilishi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish shuki, pensiya oluvchi haqidagi ma'lumotlar bir nechta manbadan solishtiriladi. Shaxsiy hujjatlar, bank ma'lumotlari, yashash manzili, vafot etganlik holati, nogironlik muddati, ishga kirganlik yoki daromad bo'yicha ayrim ma'lumotlar. Bu nimani anglatadi? Agar sizning hujjatingizda ism Gulnora deb yozilgan, bank kartasida esa Gulnara bo'lib qolgan bo'lsa, ilgari bu mayda xato deb qaralgan bo'lishi mumkin. Endi esa aynan shu bitta harf farqi ham to'lovni tekshirishga tushirib qo'yishi ehtimoli bor. Men birinchi navbatda kimlar albatta tekshirish kerakligini aytaman. Birinchi guruh pensiyani bank kartasiga oladiganlar. Agar kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, kartangiz yo'qolgan bo'lsa, telefon raqamingiz bankda eski raqam bo'lib turgan bo'lsa, yoki kartangiz boshqa filialda ochilgan bo'lsa, hozirdan bankka murojaat qiling. Chunki pensiya pulining tushmasligi ko'pincha pensiya tayinlanmagandan emas, bank ma'lumotlaridagi muammodan bo'ladi. Misol keltiraman. Olim 8 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Pensiyasi kartaga tushadi. Karta muddati iyul oyida tugagan, lekin otaxon buni sezmagan. Avgustda pul tushmadi. U darrov pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya organda emas, bank kartasida. U bankka borib yangi karta ochadi, ma'lumot yangilanadi, keyin to'lov qayta yo'naltiriladi. Ammo shu jarayonda bir necha kun, ba'zan 1-2 hafta yo'qotilishi mumkin. Shuning uchun kartangizning amal qilish muddatini bugun tekshirib qo'ying. Ikkinchi guruh, pensiyani ishonchnoma orqali oladiganlar. Bu juda nozik masala. Ko'p hollarda yoshi katta onaxon yoki otaxon bankka o'zi bora olmaydi. Farzandi olib keladi. Bunda ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Unda kimning nomidan, kimga, qaysi muddatga, qanday vakolat berilgani aniq yozilishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, men har oy olib yurardim-ku degan gap yordam bermaydi. To'lov berilmasligi mumkin. Masalan, onaxonning pensiyasi 1.800.000 so'm. O'g'li har oy olib beradi. Ishonchnoma 6 oyga berilgan, muddati 15 avgustda tugagan. O'g'il 20 avgustda bankka boradi. Bank xodimi tizimda muddat tugaganini ko'radi va pul bermaydi. Bu yerda bank aybdor emas. Yangi ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar onaxon yura olmasa, notariusni uyga chaqirish yoki qonunda belgilangan boshqa tartibda rasmiylashtirish kerak. Shuning uchun 18 avgustdan keyin eng ko'p muammo aynan ishonchnoma bilan pensiya oluvchilarda chiqishi mumkin. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi oladiganlar. Bu yerda eng muhim masala nogironlik guruhi muddati.
Ba'zi nogironlik muddatsiz bo'ladi, ba'zilari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar tibbiy mehnat ekspertiza muddati tugagan bo'lsa, pensiya avtomatik davom etadi deb o'ylamaslik kerak. Hujjat yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta hisob-kitob talab qilinishi mumkin. Misol uchun, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha 1,5 million so'm pensiya oladi. Uning nogironlik muddati 1 avgustgacha belgilangan. U tekshiruvdan o'tmagan. 17 avgustdan keyin to'lov kelmay qolsa, sabab pensiya kesilgani emas. Nogironlik haqidagi ma'lumot yangilanmagani bo'lishi mumkin. Demak, bunday fuqarolar avvalo tibbiy hujjatlari, ekspertiza qarori, nogironlik muddati va elektron bazada aks etgan ma'lumotni tekshirtirish kerak. 4-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu pensiya ko'pincha bolalarga, o'quvchi yoki talabalarga, ayrim hollarda mehnatga layoqatsiz oila a'zolariga beriladi. Bu yerda yosh o'qish holati. Kunduzgi ta'limda o'qishi, hujjatlarning yangilanishi muhim. Agar bola 15 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin talabalik ma'lumotnomasi o'z vaqtida taqdim etilmasa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Oddiy misol, ota vafot etgan. 2 farzandga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. Katta farzand 15 yoshga to'ldi va kollej yoki universitetda o'qishni davom ettiryapti. Lekin u o'qish joyidan ma'lumotnoma olib topshirmadi. Tizim uni 15 yoshga to'lgan deb ko'radi, lekin o'qiyapti degan tasdiq yo'q. Natijada ulush to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Keyin odamlar nega kamaydi deb hayron bo'ladi. Sabab hujjatda 5-guruh. Yashash joyini o'zgartirganlar. Ko'pchilik pensionerlar farzandlariga ko'chib boradi, boshqa tumanga o'tadi, lekin pensiya hujjatlarini eski manzilda qoldiradi. Avval bu ko'p sezilmasligi mumkin edi. Endi manzil, bank filiali, to'lov usuli, shaxsiy ma'lumot bir-biriga mos kelmasa tekshiruv kuchayadi. Ayniqsa pochta orqali pensiya oladiganlar uchun bu juda muhim. Pochta xodimi eski manzilga boradi. Odam u yerda yashamaydi. Keyin pul qaytadi, pensioner esa kutib yuradi. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, bank kartangiz muddati o'tmagan bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma kerak bo'lmasa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddat tugaydigan hujjatlaringiz bo'lmasa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, katta xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki bitta raqam xatosi, bitta harf farqi, bitta eski telefon raqam ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya puli kechiksa, bu doim ham pensiya bekor bo'ldi degani emas. Odamlar ko'pincha birinchi kuni pul tushmasa vahimaga tushadi. Lekin sabab turlicha bo'lishi mumkin. Bank texnik uzilishi, karta muddati, rekvizit yangilanmagani, hujjat tekshiruvi, dam olish kunlari, pochta jadvali yoki shaxsiy ma'lumot mos kelmasligi. Shuning uchun avval sababni aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya keyin qaytarilishi mumkin. Masalan, odamning huquqiy holati o'zgargan, lekin u buni o'z vaqtida bildirmagan. Nogironlik muddati tugagan, talabalik tugagan, vafot etgan shaxs nomidan pul olinib kelingan yoki ishonchnoma noto'g'ri ishlatilgan. Tizim buni keyin aniqlasa, oldingiz endi qaytaring degan talab chiqishi mumkin. Bu juda og'ir holat. Ayniqsa oila pulni sarflab yuborgan bo'lsa. Shuning uchun men doim aytaman, hujjatdagi o'zgarishni yashirmang, vaqtida bildiring. Uchinchi nozik jihat, pensiya miqdori kamayishi har doim jarima degani emas. Ba'zan oilaviy pensiya oluvchilar soni o'zgaradi. Boquvchisini yo'qotganlikda bir farzandning huquqi tugaydi. Nogironlik guruhi o'zgaradi. Ish staji yoki qo'shimcha to'lov qayta hisoblanadi. Natijada summa oldingidan boshqacha bo'ladi. Masalan, oila 2,4 million so'm olib kelgan. 2 farzanddan biri 15 yoshga to'lib o'qishini tasdiqlamagan. Shunda umumiy to'lov 1,2 million so'mga tushishi mumkin. Oila buni kesib tashlashdi deb tushunadi. Aslida asos tasdiqlanmagan uchun ulush ajratilgan. 4-chi nozik jihat, bank kartasi pensionerning o'z nomida bo'lishi kerak. Ba'zi oilalarda otamning pensiyasi mening kartamga tushsa bo'ladimi degan savol bo'ladi. Odatda pensiya oluvchi shaxsning o'z nomidagi hisob raqamiga yo'naltirilishi kerak. Agar boshqa odam kartasiga tushirishga urinish bo'lsa, bu keyinchalik muammo tug'diradi. Chunki pensiya shaxsiy to'lov. Farzand yordam berishi mumkin, lekin pul egasi pensionerning o'zi. 5-nozik jihat,
vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish juda xavfli. Men buni alohida ta'kidlayman. Ba'zan odam vafot etadi. Lekin qarindoshlari kartadagi pulni yechib oladi. Yoki keyingi oy ham pul tutsa ishlatib yuboradi. Keyin davlat organlari ma'lumotlarni solishtirganda ortiqcha to'lov aniqlanadi. Bu pulni qaytarish talab qilinadi. Ayrim holatlarda bu huquqiy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun agar pensioner vafot etsa, eng to'g'ri yo'l hujjatlarni rasmiylashtirish, pensiya organiga xabar berish. Dafn puli yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa to'lovlar bo'yicha qonuniy tartibda murojaat qilish. 6-nozik jihat chet elga ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, pensiya olish tartibida alohida talablar bo'lishi mumkin. Ba'zan hayot ekanini tasdiqlovchi hujjat, bank operatsiyalari, vakolatli shaxs orqali murojaat, konsullik hujjatlari kerak bo'ladi. Men chet elda yuribman. Kartaga tushaversin degan yondashuv har doim ham muammosiz ishlamaydi. Ayniqsa karta bloklansa, telefon raqam o'chsa, bank SMS tasdiq yubora olmasa, pulga kirish qiyinlashadi. 7-nozik jihat. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Pensiya bazasida eski pasport seriyasi turgan, siz esa yangi ID karta olgansiz. Agar ma'lumot avtomatik yangilanmagan bo'lsa, bankda yoki pensiya bo'limida farq chiqadi. Ayniqsa ism, familiya o'zgargan ayollar, nikohdan keyin familiyasini almashtirganlar, pasportini yangilaganlar, tug'ilgan sana yoki ism yozilishida farq bo'lganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, hujjatda O'g'loy deb yozilgan, bankda O'g'loy bo'lib qolgan. Tizim buni boshqa shaxs sifatida ko'rmasa ham tekshiruvga tushirishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlar bilan aytaman, nima qilish kerak. Birinchi qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Muddati o'tmaganmi? Undagi ism, familiya bankdagi va pensiya hujjatlaridagi ism, familiya bilan bir xilmi? Agar bitta harf farqi bo'lsa ham uni tuzatish uchun murojaat qiling. Shu ham muammomi demang. Elektron tizim odam kabi taxmin qilmaydi, u ma'lumotni solishtiradi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat shu oy yoki keyingi oy tugasa, hoziroq bankka boring. Yangi karta oling, pensiya tushadigan hisob raqamingiz faol ekanini aniqlang. Bankdan pensiya to'lovi kelish uchun rekvizitlarim to'g'rimi deb so'rang. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankdagi raqamni yangilang. Chunki ko'p xizmatlar SMS orqali tasdiqlanadi. 3-qadam. Pensiya bo'limi yoki ijtimoiy himoya organidagi ma'lumotlaringizni tekshirtiring. O'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar bo'yicha mas'ul bo'limga boring. Navbatda turishdan oldin yo'lingizda quyidagilar bo'lsin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi yoki hisob raqami, ishonchnoma bo'lsa asl nusxasi, nogironlik hujjati bo'lsa uning qarori. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi va o'qish joyidan ma'lumotnoma. Agar farzandingiz 10 yoshga to'lgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qishini tasdiqlovchi hujjatni albatta oling. 4-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar siz ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz pensiyasini olib yurgan bo'lsangiz, ishonchnomaning tugash sanasini ko'ring. U yerda aniq sana yozilgan. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, yangisini oldindan rasmiylashtiring. Pensionerning ahvoli og'ir bo'lsa, uni bankma-bank olib yurmasdan, notarius yoki vakolatli tartib bo'yicha uyda rasmiylashtirish imkoniyatini so'rang. Hujjatda pensiya olish, bankdan pul yechish, tegishli organlarga murojaat qilish kabi vakolatlar aniq ko'rsatilgani yaxshi. 5-qadam, nogironlik bo'yicha hujjat muddatini tekshiring. Agar nogironlik muddatsiz bo'lsa, bu boshqa masala. Agar muddatli bo'lsa, keyingi ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Tibbiy hujjatlarni oldindan tayyorlang. Shifokor xulosalari, davolanish tarixi, tahlillar kerakli bo'lsa yo'llanma. Ko'rikdan o'tish kechiksa, pensiya ham kechikishi mumkin. Keyin uni tiklash uchun yana vaqt ketadi. 6-qadam, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar o'qish ma'lumotnomasini yangilang. Ayniqsa yangi o'quv yili boshlanishi arafasida bu juda muhim. Talaba kunduzgi bo'limda o'qiyaptimi, sirtqi emasmi, akademik ta'til olmaganmi, o'qishdan chetlatilmaganmi? Bular to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumotnomada o'quv muassasasi nomi, talabaning FIOSi, kursi ta'lim shakli, sana va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. 7-qadam, agar pul tushmasa, to'g'ri tartibda harakat qiling. Avval bank ilovasidan yoki bankomatdan hisobni tekshiring. Keyin bankka
Qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Pensiya to'lovi kelmagan, hisobim faolmi? Karta bloklanmaganmi deb so'rang. Agar bankda muammo bo'lmasa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda hissiyot bilan emas, aniq savol bilan boring. Mening to'lovim qaysi sabab bilan kechikdi? Ma'lumotlarimda qanday nomuvofiqlik bor? Qaysi hujjatni olib kelishim kerak? deb so'rang. 8-qadam yozma murojaat qilishni biling. Agar og'zaki javob aniq bo'lmasa, ariza yozing. Arizada FIO, pasport yoki ID karta ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi. Oxirgi marta qachon va qancha pul olganingiz, muammo qachondan boshlanganini yozing. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya olaman. Avgust oyi uchun pensiya to'lovi bank kartamga kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang, qabul qilinganiga belgi qo'ydiring yoki elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxat raqamini saqlab qo'ying. 9-qadam, barcha chek va xabarlarni saqlang. Bankdan kelgan SMS, bank ilovasidagi ko'chirma, pensiya bo'limidan bergan javob, notarius uchun tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, bularning hammasi keyin dalil bo'ladi. Ko'pchilik qog'ozni tashlab yubordim deydi. Keyin o'z haqqini isbotlash qiyinlashadi. Ayniqsa pensiya miqdori kamaygan yoki to'lov kechikkan holatda hujjat juda muhim. 10-qadam, qarindoshlaringizga tushuntiring. Men bu videoni ko'rayotgan yoshlarga ham murojaat qilaman. Agar uyingizda pensioner ota-ona, bu bobo bo'lsa, ularga o'zingiz bilasiz deb qo'ymang. Karta muddatini ko'rib bering. Hujjatlarni tartiblang. Telefon raqami ishlayotganini tekshiring. Kerak bo'lsa, birga pensiya bo'limiga boring. Ko'p muammolar pensioner bilmagani uchun emas, yondagi odamlar vaqtida e'tibor bermagani uchun kelib chiqadi. Demak, O'rinbekkesh avgustdan keyin eng muhim narsa shuki, pensiya olish huquqi o'z-o'zidan yo'qolmaydi, lekin hujjat, karta, ishonchnoma, manzil, nogironlik muddati, o'qish ma'lumotnomasi va shaxsiy ma'lumotlar mos bo'lmasa, to'lov kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Oldingidek beparvo yurish endi ko'proq muammo tug'diradi. Eng to'g'ri yo'l hozirdan tekshirish, kamchilik bo'lsa tuzatish, har bir murojaatni hujjat bilan rasmiylashtirish. Agar siz pensiya olsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq 3 narsani tekshiring. Hujjat muddati, bank karta muddati, pensiya bo'limidagi ma'lumot mosligi. Shu 3 narsa joyida bo'lsa, ko'p xavfning oldi olinadi. Sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, ishonchnoma yoki hujjat bo'yicha shunday holatlar bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.